Yo, asta. Mane vaqtim o'chilayotganki, xudoga shukr. Baxtingiz ziyoda bo'lsin. Eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qoning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap. Mani qonim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'le, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha, o'g'lim. Qorin nima deyapti qorin? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin. Bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni osilib osilib yotibdi. Bilsene qishingda bir jiyin. Voy, men ham qo'rnchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yasqichang chiqib turibdi. Voy xol. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xola tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Oo, Bobirjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nima bunday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobir! Bobir! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?